Videoni o'tkazib yuborishga aslo shoshilmang, chunki bu videoda biz sizlar bilan guruch yordamida ideal garnir qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni qizib turgan skоворodkaga yog' solib, uni ustidan guruch solib, yaxshilab qovurib olishdan boshlaymiz. Guruchlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib qovurib olganimizdan so'ng ustidan tabga ko'ra tuz solib, yana qovurishda davom etamiz. Qovurilgan guruchlarimiz ustidan qaynab turgan suv solamiz hamda skоворodkani ustini yopib, dimlab qo'yamiz. Mana garnir uchun ideal guruchlarimiz ham tayyor. Endi ustini bezatib, dasturxonga tortsanglar bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy kutaman.